Hozir sizlarga Angliyadagi uyimizni obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Eshikdan kiraverishlar bilan sizlarni shunaqa kengina hol kutib oladi. Va bu yer bizning oshxonamiz. Ko'rib turganingizdek, hamma shart-sharoitlar bor. Juda ham zo'r darajada. Va bu yer bizning choy ichadigan joyimiz. Va bu yerda hozir eshikni ochib olsam, mana shunaqa kengina barbekyu zonamiz bor. Endi ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Aytgancha, bu bizning ikkinchi hojatxonamiz. Qolganini ko'rsatishim shart emas. Mana shu zinadan tepaga qarab, ikkinchi etajga qarab ko'taramiz. Va bu yer bizning sanuzel. Va bu yerda bu sheriklarimizning xonasi. 3-xonadan boshlaymiz. Bu xonada hech kim yashamaydi. Bu xonamizni namozxona qilib qo'yganmiz. Shinamgina xona. Hozir biz xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu bizning xonamiz. Xonamizning eng zo'r joyi bizning xonamizdan Britaniyaning chiroyli mahallasi ko'rinib turadi. Hozir ko'rsataman. Agar bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Kommentariyaga nima savolingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.